nikoh qoidalarini buzilishiga oid ma'muriy javobgarlik deymiz, o'sha voyaga yetmagan qizlarning uzatilishiga oid huquqbuzarlik statistikasi ham oshgan. Zo'ravonlik holatlari ham statistikasi voyaga yetmaganlarga nisbatan oshgan va shularni hammasi o'zgarish qilish davri mavridi bugun emas kecha ekanligini ko'rsatadi. Davlat rahbarining shunday gaplari bor edi, biz bu ishni kecha qilishimiz kerak edi deydilar. Bugun bo'lsa-da boshlaylik. O'zi bu ancha oldin boshlangan ish, lekin endi ancha keskin va ancha jiddiy kurash tusini olyapti bu farmon bilan. Umuman olganda har qanday zo'ravonlarga nisbatan, pedofiliyaga nisbatan urush jang e'lon qilindi desak ham bo'ladi. To'g'ri, bu farmonni amalga oshirishi, bajarishi bir qancha moddiy mablag', moliyaviy sarf-xarajatlarni nazarda tutadi. Chunki pedofillarni umrbod jazoni o'tash muassasasida saqlanishi bu ham xarajatlar keltirib chiqaradi, lekin davlatga yuk. Albatta katta yuk, bu inson resurslari, bu moliya resurslari, lekin qizlarimizni, jamiyatdagi ayollarimizni himoya qilish uchun shu narsa kerak ekan. Har narsaga barcha resurslarni mobilizatsiya qilishga tayyormiz, dedilar rahbarimiz.